tuğanlar. Biz bugün so'zlashamiz. Tatar xalqining tug'il. Bütün dünya xalqining o'rtaq bolasi bir g'olimi tarixchi Soya Do'stum bilan. Bu tarixni tug'il. Bütün millatlarning da san'atida birga o'ylashgan. Bizlar bilan fikrdoshlar edik. Tatar yoshlari bilan birga ishladik. Yaqin do'stlar bo'ldik. Mana shular bilan menga kelajakda onu bir kishi unutmayacak. Rahmat sizga, ko'pmi g'olimlar, ko'pmi ko'rnikli kishilar bizning xalqimizning buyuklari bunda yig'ilganlar onun bilan xo'shlashirgan. Rahmat sizga borg'iz qadar. Tatar xalqqa kerak, butun dunyoga kerak. Bütün dünya xalqining do'stligi uchun bizning muhabbat kerak. Naqsh shu turda birga сөйләштегән bilan onu bilan birga jabashib o'tirdi. Tatar xalqining buni ham Abdulla To'qay ko'zalagancha jar san'ati turida onun bilan birga o'rtoqlashdik. Birga jarlashib o'tirdik, birga bo'ldik. Biz barimiz birga bo'lib, biz bigrek de o'zimiz do'st bo'lib, har birimizni yordamlashib, butun millatlarga o'rnak birdan bo'lib yashashga bo'lsin bizga. Chunki butun dunyo xalqi, butun millatga, butun islom dunyosining bosh holati bu yetib qo'yilgan xotinda bo'lgan ekan. Demak, mana Soya Do'stqayimning da bu ona zo'r ulushi qo'yilgan. Ham shun ma'nosida biz kerak bu dunyoda tatarlar. Rahmat.